Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'lom, yaxshi yursizlarmi do'stlar. Bugungi video sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Maksimal darajada videoni tarqatinglar, like bosinglar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelganicha har kuni ish chiqarishni davom qilamiz, faqat ishonchli ishlarni do'stlar. Xullas, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Ish Moskvani o'zida top listanda Krasniy Baxra degan joyda do'stlar ish bor. Ish stroykada almaturshiklar kerak, faqat almaturshiklar, qaytarib o'taman. Bizga faqat almaturshik kerak deb murojaat qildi ish beruvchi. Kuningizga, har kuni qo'lingizga nalicha olasiz do'stlar. Kunlik ish bu. 4000 dan top 5000 rublgacha. Chaqqaroq ishlasangiz 5000 ga pul olasiz do'stlar. Yotoq beriladi besplatniy, yotoq besplatniy, 3 mahal ovqati besplatniy, faqat moskovskiy dokument bo'lishi shart do'stlar. Moskovskiy oblast boshqa joyim patenti o'tmaydi dedi. Yil 12 oy ish bo'ladi postoyanniy. Xullas, kimga qiziq bo'lsa borib ko'ringlar ishni. Ish yoqsa qolib ishlaysizlar. O'sha yerda ishlayotgan aka-ukalar, zemlaklardan so'raysizlar, ish qanday bo'lyapti, puli qanday bo'lyapti, har kuni olyapsizmi? Hammasini ikir-chikirni so'ranglar. Ma'qul bo'lsa ishlaysizlar, ma'qul bo'lmasa ketasizlar. Sizni hech kim majbur qilmaydi do'stlar. Ekranda telefon raqam yozib qoldiramiz, ish beruvchi deb bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Maksimal darajada podelitsiya qilinglar, gruppalarga tarqatinglar do'stlar. Ish izlab yurgan aka-ukalarimiz juda ko'p do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling.